Mundoq qilib qo'li bilan ko'rsatib turib video olish moda bo'ldi-yu, mana bundoq qiladi-da, uzoqdan olib keladi. Mana dopamin deb yozib qo'yibdi. Assalomu alaykum va rahmatullohi azizlar. Xormanglar, charchamayapsizlarmi? Men bejiz doskaga dopamin deb yozib qo'ymadim. Dopamin bu organizmdagi baxt gormoni. Inson biron bir nimanidir qilganda, o'zi xohlagan ishini qilib bitirib bo'lgandan keyin ajraladigan gormon. Bu gormon qachonki qonimizga ajraladigan bo'lsa, biz demak maza qilamiz, rohatlanamiz, xursand bo'lamiz, quvonamiz. Har bitta hujayramiz har bir ichidagi yadrosigacha, ribosomasigacha maza qo'radigan, maza qo'rishiga sabab bo'ladigan gormon hisoblanadi. Qachon ajraladi bu desa, masalan, biron bir ishni siz xohlab qildingiz yoki xohlamasdan qildingiz, uning natijasi ko'zga ko'ringanda dopamin ajraladi. Masalan, siz demak soatlab dars qildingiz, dars qilib bo'lib o'sha ishingizni tugatganingizdan keyin unga qaraysizda, biron bir narsani qilib bo'lganingiz uchun xursand bo'lasiz yoki qancha ko'p dars qilsangiz, shuncha ko'p mohiyatni anglaysiz. Qancha ko'p insonning miyasida kashf bo'lgani sari inson albatta xursand bo'ladi, yana dopamin baxt gormoni ajraladi. Yoki kimdir yer o'ysa, yer o'yib bo'lgandan keyin yerini o'yib bo'lib, bo'lmasam soatlab qilinadigan mehnat, og'ir mehnat turiga kiradi. Fiziologik, demak bizadan resurs talab qiladi. O'yib bo'lganimizdan keyin bundoq yerga qaraymiz deb bir chiroyli qilib o'yib qo'ydik yoki mana shunaqangi bir ishni qilib qo'yganimiz uchun o'zimizdan o'zimiz xursand bo'lamiz va yana dopamin gormoni ajraladi. Bu haqiqiy sifatli chin ma'nodagi dopamin. Afsuski hozirgi kunda yana arzon dopamin degan qisqa muddatli ta'sir qiladigan dopaminni olinadigan manbalar ham ko'payib ketdi. Zotan men yuqorida haqiqiy dopaminni misolda keltirganim juda ham kamayib ketgan. Haqiqiy dopamin deyarli yo'q desam ham bo'ladi. Hozir faqat mana shu arzon dopamin, faqat mana shu hozir sifatsiz dopamin, qisqa muddat ta'sir qiladigan dopamin bo'lib ketdi. Bu nimadan olinadi desa, bu ijtimoiy tarmoqlar. Hazla, ijtimoiy tarmoqlarni kovlash, YouTube'dagi shortslar, Instagram'dagi reelslar yoki hatto Telegramdan sizga nima xabar kelgan, kanallarda qanaqa yangiliklar bo'layotganini kuzatish ham sizga qisqa muddatli dopamin beradi. Men bu videoni bejizga olmayapman. Bu ma'lumotlarni sizga bejiz taqdim etmayapman. Hozir biz muborak Ramazon oylarida turibmiz. Ramazonda mana mo'min kishi ertalab saharlikka og'iz yopish uchun uyg'onar ekan. Demak, afsuski, tong qahvadan boshlanmaydi deydi-ku. Saharlik qilib bo'lgandan keyin demak o'zining vaqtini ijtimoiy tarmoqlarda kezish bilan o'tkazib yuboryapti. Bu esa qisqa dopaminni manbasini keltirib chiqarib, organizmni bir karra xursand qilyapti. Natijada insonni ana shu ijtimoiy tarmoqlarni yanada ko'proq kezishga, yanada ko'proq scroll qilishga undayapti, shahvatini qo'zg'ayapti. O'zida bir demak qiziqish uyg'otyapti desam mubolag'a bo'lmaydi. Xo'p, endi men sizga bitta narsa aytaman-da. Agar miya qisqa dopamin oladigan bo'lsa, uzoq muddatli, sifatli dopamin olishga bo'lgan ehtiyoji tushadi. Zotan miyamiz bizani o'ylaydi. U doim energiya tejamkorlik rejimida ishlaydi. Ya'ni nima demoqchiman? Agarki miya 1-2 daqiqa ichida ham shu dopaminga erishadigan bo'lsa, baxt gormoniga erishadigan bo'lsa, soatlab ish qilib, keyin baxt gormoniga erishishni notaroziga qo'yadi-da, "Yo'q" deydi, "Qo'y" deydi. "Qo'ya qol, nima qilasan yer o'yib? Qo'ya qol, nima qilasan dars qilib, o'tirib, undan ko'ra ijtimoiy tarmoqlarga kirsang, men senga 1-2 minut ichida dopaminni ajratib beraman, yana maza qilib, hayoting nima deydi, ichingdan o'sha hirs bo'lgan, o'zing xohlagan narsani men senga demak ta'minlab beraman" deb miyamiz bizga shunaqangi bir gaplar gapirib qo'yadi, qaranglar. Afsus, demak ertalab shu saharlikdan keyin ijtimoiy tarmoqlarga kirib, vaqtimizni o'tkazib qo'yganmiz. O'zimni olganda mana shu ertalab tong sahardan ijtimoiy tarmoqlarga kirish o'zi umuman menimcha hammada uchrayotgan holat bo'lsa kerak. U xoh talab ilm bo'lsin, xoh oddiy bir ishchi yoki xoh boshqa bir kasb egasi, boshqa bir yo'nalish sohibi bo'lsin. Buni ikkita masga zararni ayta qoling. Birinchidan, agar siz ertalab tongni, saharni ana shunaqangi ijtimoiy tarmoqlarni kezish orqali o'tkazib, qisqa dopaminga erishadigan bo'lsangiz, kun davomida siz uzoq dopamin, ya'ni sifatli dopamin olishdan mahrum bo'lasiz. Ya'ni siz endi o'sha demak mashaqqatli ishlarni qilishda toqatsiz bo'lib qolasiz. Betoqat bo'lib sabrsizlik qila boshlaysiz. Ayniqsa men o'zimning o'quvchilarim bor. Men ko'proq bu videoni aslo ularga bag'ishlab chiqaryapman. Dars qilgisi kelmay qoladi. 10-15 daqiqa o'tirsin, kitob o'qigisi kelmay qolib, darrov yana ijtimoiy tarmoqlarni kezishni boshlaydi. Demak, siz ertalab sahardan aynan shu ijtimoiy tarmoqlarni kezib, qisqa dopamin bilan miyani siyladingizmi? Qo'shtin ochida. Demak, siz kun davomida sifatli dopamindan organizmingizni mahrum qilgan bo'lasiz. Bu bir. Ikkinchidan, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bizga biz musulmonlarni
tongiga baraka so'raganlar va bu xususda Alloh subhanahu va taolo ularning duolarini ijobat qilgan. Ha, bizning tongimizda baraka bor. Saharda baraka bor. Agar siz ertalab mana shu tongingizni, barakali vaqtingizni, kunning eng bir qanchalik ko'p ishlarni qilib olsa, bir necha barobar unumdor bo'ladigan vaqtingizni agar ijtimoiy tarmoqlar bilan ovora bo'lib, ana shunaqangi bir razil, bir rasvo joyda o'tkazib yuborayotgan bo'lsangiz, demak sizdan-da zarar ko'ruvchi odam yo'q hozirgi kunda. Yana qaytaraman, demak ikkita zarari bor ekan. Birinchisi, demak, kun davomida olinadigan uzoq muddatli sifatli dofamindan mahrum bo'lish, ikkinchisi esa aynan kunning eng barakali vaqtidan mahrum bo'lish. Demak, sizni bu bir necha barobar minus darajaga pastroq olib tashyapti. Alloh hammamizni bundan saqlasin. Ushbu videoni hammamizga manfaatli qilsin, o'zi holimizni isloh qilsin. Videoni boshlagandek tugatib qo'yaylik endi. Sog' bo'linglar.